Hammaga salom do'stlar. Demak, bugungi videomiz mana shu bot haqida bo'ladi. Ajoyib bot, super bot desak ham bo'ladi. Bunda ham sarmoyali, ham sarmoyasiz pul ishlasangiz bo'ladi. Bu yerda mana bir qator ma'lumotlar bor. Kecha men pul ham yechib oldim. Pastroqda yana ma'lumotlar bor. Bu yerda mana kunlik vazifalar. Bu yerda mana $1.80 yechib oldim. Mana Binance'ga ham kelib tushgani, hammasi isboti bilan barchasi bor. Xohlasangiz sarmoyali, xohlasangiz sarmoyasiz pul ishlashingiz mumkin. Demak, ko'p cho'zib o'tmaymiz, botga kiramiz, startni bosamiz. Bu yerda 21 DAIS degan, ya'ni 21 kunlik bot deyilgan. Bu degani, misol uchun siz VIP sotib oladigan bo'lsangiz, sizga 21 kun ichida pullaringizni mana shunaqa $27.5 qilib qaytaradi. Ya'ni siz botga kirasiz, $5 bonus beradi. Keyin siz $15 sarmoya kiritib, xohlasangiz kiritib VIP1ni sotib olasiz va 21 kundan keyin sizga $27.5 qilib qaytarib beradi. Ya'ni siz $12.5 foydaga chiqasiz. Bu yerda mana darajalar uchun bonuslar. Demak, mana shu startni bosamiz. Bu yerda endi qanday sarmoyasiz ishlaymiz desangiz, hozir hammasini tushuntirib beraman. Bu yerda mana shu ustiga bosib o'tib ketamiz. Bu yerda mana shunaqa narsalar chiqadi. Mana ko'rib tanishishingiz mumkin. Bu degan juda ham ajoyib bonuslar mana. Demak, bu asosiy bo'lim. Bu yerda bizni pulimiz, bu yerda tangalar bor. Mana shu tangalarni, ya'ni coinlarni bu yerda almashtirib olishimiz mumkin. Bu yerda mana 1800 tanga 1 sentga teng ekan. Bu yerda mana pul kiritish, pul chiqarish, do'stlarni taklif qilish bo'limi ham bor. Bu asosiy bo'lim. Pastroqda ham mana bo'limlar bor. Ikkinchi bo'limga o'tamiz. Bu yerda siz VIP sotib olgandan keyin bu yoqda mana zakaz bo'limi chiqadi. Bu yerda boshida $5 berardi. Shuning o'zidan VIP sotib olsa bo'lardi. Men sotib olgan edim. Hozir endi bunaqa emas. Mana pullarni yig'ib olyapmiz. Mana 5 sent bonus berildi. Zaklik bosib yopib qo'yamiz. Xo'sh, bu yerda mana shunaqa narsalar chiqib turadi. Men hozir qisqacha tushuntirib beryapman do'stlar, sababi video cho'zilib ketishi mumkin. Va komanda bo'limiga o'tamiz. Bu yerda menda mana 62 ta referal bor ekan. Hech qaysi biri VIP sotib olmagan. Mana bonus 0. Bu yerda mana havola beradi. Mana shuni nusxalab olib do'stlaringizga tarqatishingiz mumkin. Bu yerda mana 15-darajagacha referallar uchun bonus berilar ekan. Bu yerda mana 5%, 3%, 2% ko'rib turganingizdek juda ham ajoyib. Mana bu yerda yozilgan hammasi. Do'stlaringizni taklif qilib ham pul ishlashingiz mumkin. Agar ular sarmoya kiritsa yoki vazifalar bajarsa ham adashmasam bonus berilishi mumkin. Bu yerda zadaniya bo'limi, bu asosiy bo'lim, ya'ni sarmoyasiz pul ishlash uchun. Bu yerda mana shu birinchini ustiga bosasiz. Har kuni sizga bonus beradi. Mana 11 zadaniyaning 11 kundan beri foydalanib kelaman. Har kuni mana shu bonuslarni olaman. Bu yerda mana shu bo'lim ochilgandan keyin mana shu ustiga bitta bosasiz. Hozir menda bosilgani uchun mana shunaqa yashil bo'lib turibdi, sizda sariq bo'lib turadi. Mana bu har kuni olgan bonuslarim orada bir kun qolib ketgan. Va bu yoqlarda mana yana bonuslar bor. Qandaydir vazifalarni bajarib, do'stlarni taklif qilib ham olishingiz mumkin. Bu yerda mana 50.000 coin. Buni ham vazifa bajarasiz. Men olganman do'stlar. 50.000 coin juda ham ajoyib. Keyin bu yerda ham zadaniyalar bor. Mana yana 4 ta zadaniya chiqibdi. Har biriga 500 tadan beradi. Mana ustiga bosasiz. Yana bosamiz. Ko'rib turganingizdek yana bitta bosamiz. Mana 2000 coin ishlab oldik. Shunchaki zadaniya orqali. Keyin YouTube kanali, Telegram, TikTok mana shularga obuna bo'lsangiz, har biriga 5000 dan coin beriladi, ya'ni tanga. Bu yerda mana shunaqa qilib zadaniya bajarib pul ishlashingiz mumkin. Xo'sh, bu yerda ikkinchi bo'limga o'tadigan bo'lsak, 3800 coinimiz. Bu yerdan mana shu ustiga bosamiz, hozir chiqadi. 0.3 sent bo'lar ekan, ya'ni 3 sent. Mana shu ustiga bosamiz. Minimal 5000 ekan, 5000 coin bo'lganda almashtirib olishimiz mumkin ekan. Bu degani 5 sent desak ham bo'ladi. Keyin oxirgi bo'lim. Xo'sh, bu yerda mana pul kiritish, hozir buni ham ko'ramiz. Ustiga bosamiz. qaysi biridan pul kiritish, mana ko'rib turganingizdek
xohlagan biridan pul kiritasiz, keyin bu yoqda mana yozib qoldirilgan rus tilida. Men rus tiliga uncha yaxshi tushunmayman, shu sababdan o'qib tanishib chiqishingiz mumkin. Bu yerda minimal $10 deyilgan, eng kami. Xo'sh, pul chiqarish vivesti, minimal chiqarish $1 do'stlar. Mening hisobimda hozir mana 9 sent bor ekan. Bu yoqda 11 ko'rsatmoqda, tangalarni hisobga olganda. Bu yerda mana men adresimni kiritganman, ya'ni BEP20 adresi. Bu yerga summani yozasiz, bu yerda adres turadi. Keyin mana shu ustiga bosib pullaringizni yechib olishingiz mumkin. Mana bu yerda BEP20 yozilgan, minimal chiqarish $1 do'stlar. Bu yerda mana tilni ham o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Ingliz tili, mana Bangladesh, Hindiston, Saudiya, Koreya, Italiya, Rossiya, Turkiya hammasi bor. Eng qulay mana shu rus tili yoki ingliz tili. Demak, mana shunday qilib bu botdan sarmoyasiz ham, sarmoyali ham pul ishlashingiz mumkin. Qolgan barcha ma'lumotlar Telegram kanalda bo'ladi. Bot manzili ham Telegram kanalda. Ko'rib turganingizdek, men $1.80 yechib oldim. Bu yerda ham bizga qandaydir imkoniyatlar berilgan. Mana shu ustiga bosib ko'ramiz. Xo'sh. Demak, mana shu qilib pul ishlashingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosing va albatta kanalga obuna bo'ling. Bot manzili esa Telegram kanalda bo'ladi.